Bugun Shoistaga prank qilamiz. Tishim og'riyapti deganman, lekin nima deydi? Bitta o'yin o'ynaymiz degandim. Ha, bo'pti deb ko'ramiz hozir. Qarab turing. O'yin. Muzikaga moslabmi? Bildirib qo'ydim-de. Yuring doktorga bor. Yuring. O'zim xursand bo'ldi-da. Ular bilan nima ishim bor? Lekin har kuni kuzatyapsan. Onaga. Mana shu videoni tomon chiqtirgan bo'lsak, bitta like, bitta patishkani bosib, qo'llab-quvvatlab davom. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz.